Assalomu alaykum hurmatli kabutar ishqibozlari. Bugun mana sizlarga Andijon zot kaptarlarimizdan oq uruq kaptarlarimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Fursatdan foydalanib bir qator sizlar bilan endi suhbatlashib o'tamiz. Добрый день, господа голубоводы. Сегодня я хочу вам показать узбекские голуби, андижанская линия, белая масть. Тут есть белые чистые, тут есть еще мальдабаш, белая линия. Мальдабаши. Пользуясь случаем, немножко хочу с вами побеседовать, поговорить о белых голубях, поделиться мнениями. Вот самочка у нас. Это вот тоже самочка молодая. А вот самец. Пожилой самец. Это для молодых голубоводов, я объясняю. Очень важно, чтобы получить потомство, чтобы пожилых самцов воровали вот такими молодыми самками. Потому что молодые самки более подвижные, более плодотворенные, больше несутся, и нам будет легче получить из-под них детей. Eski mana yoshi katta norimiz, shu katta norda mana bu yosh juvonamodagi juplaganmiz. Bu juvonani Andijonlik Ixtiyor ukamizni olganmiz. Maqsad yosh katta norlarimiz sekinroq bo'ladi. Yosh modalar bo'lsa harakatchan va ser tuxum bo'ladi. Bola olishimiz osonroq bo'ladi. Mana shu ikkalasining bolasi mana. Moda chiqadi shekilli bu juvona. Bolasini bundan burungi bolasini olib ketishdi. Hozir sizlarga bir qator juvonalarimizdan serpar bilan kamparni bir qator ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana juvona. Mana shu kampar juvonamiz. Kaptarni mana qaranglar, tumshuqlari qalin, ko'zlari ko'k, ekalari hamma yo'g'i ko'rinib turibdi. Pari tanasiga yopishgan. Menimcha serpardan ko'ra kampar kaptarlarimiz menga ko'proq yoqadi. Kimga qaysi bir ko'proq yoqadi, endi kimgadir yuqori lola, kimgadir gul shaydosi deydi. Ko'proq shu eski urug'da ushlaganimiz ma'qulroq deb bilaman men. Kaptarlarimizni eski tikila boshlaymiz uchun, vastalang'it bo'lishimiz uchun eski kaptarlarimizni. Kaptarlarni chotlarni orasi keng. Bo'ynilari uzun kaptardi, oyoqlari ham baland, mana tikka. Sizni ko'rsatmayapman. Ko'rsanglar bo'ladi, chotlarning orasini ko'ringlar, chotlarning orasi keng. Endi mana serpar bitta juvonamiz bor bu yerda, mana ko'rsatib o'taman. Serpar juvonamiz mana. Serpar juvoni. Solishtirib orasizlar, qaysi biri qaysi tomchi kaptar tumshuqlari ingichka, mana uzun serparlardi. Choqlarning oralari mana tizzasi bir-biriga yaqin bo'ladi bularning. Buni solishtirib qaysi biri yoqsa shunisini boqa olasizlar. Menimcha ko'proq eski urug'
kampar urug'larni ushlaganimiz ma'qulroq bo'ladi. Kaptarlarimizni hurmatini yo'qotmasligimiz uchun, kaptarlarimiz aynimasligi uchun kampar urug'ini tikkalaganimiz yaxshiroq bo'ladi menimcha. Господа, я вот им показал 2 жуана. Один кампар, старой породы, потом молодой жуан. Пожалуйста, можете обратить внимание. Клюв толстый, глаза синие, веки синие. Шея длинная, ноги длинные. Расстояние между коленями тоже широкая, пожалуйста. А вот серпар уже тема. Пожалуйста. У кампара вот перья плотно прилегает к телу. Мне кажется, мы должны придерживаться, восстанавливать старую породу, кампар, старой крови. Вот, пожалуйста, серпар. Клюв длинный, тонкий. Но на вкус и цвет товарища нет, кому какой нравится, но мне больше нравится вот кампар. Будет хорошо, если мы будем придерживаться к старой линии и восстановим старую линию. Отлично, вот серпар. Клюв длинный, перья распущенные, расстояние между коленями узким. Вот, пожалуйста. Это вот серпар. Это все для молодых голубоводов, которые останутся после нас, чтобы знали, как заниматься селекцией, чтобы не испортить голубей, чтобы не потеряли мы голубей. Bu yosh seleksioner kabutarvozlarimiz uchun, seleksiya bilan shug'ullanayotgan kabutarvozlarimiz uchun bizdan keyin bular kaptarlarni yo'qotmasligi uchun qanday qilib seleksiya bilan shug'ullanishlikni bilish uchun bu qator aytib o'tyapmiz. Rahmat hammalarga e'tibor uchun. Спасибо всем за внимание. До свидания, до следующих встреч.